Hovlida bir yilda 3ta janoza bo'ldi. Keksa ota, ona va keksa oqibat o'ldi. Ota onasiz qolib dod solardi farzandlar. Qolgan merosni bo'lib tinchlandi oq padarlar. Katta aka o'yla tirgak ustuni dedi. Ukalarim hovlini bo'lib olamiz dedi. Turgan gapki kenjaga bu mashmasha yoqmasdi. Keksalar tirik bo'lsa bu g'avg'odan qo'rqmasdi. Uka dedi otamiz nasihat qilgan edi. Hovlini sotmanglar deb vasiyat qilgan edi. O'rtanchasi gap kesib tanbeh berdi ukaga. Hovlini sotgan bilan qolmaymiz-ku ko'chada. Xullas hovlini sotib tarqab ketdi uch o'g'il. Yo'qlamay qo'ydi ular bir-birlarini necha yil. Oradan yillar o'tib qishloqda gap tarqaldi. Hovlini olgan odam ko'p boylik topib bo'ldi. Gap yetibmi o'g'illar bir-birini izlab topib, boylik dardida qarang keldilar shu on chopib. Otamiz merosini qaytarib bering aka. Biz qilaylik siz uchun xizmat bo'lsa qanaqa. Xo'jayin dedi do'stlar, kech qoldingizlar biroz. O'ziga nasib qildi o'zidan qolgan meros. Boylikni topgan kunim ko'p izladim sizlarni. Topolmadim afsuski men hech birlaringizni. Ulardan shu qishloqda qolsin deb bir yodgorlik olgan pulim bariga qurdirdim katta masjid. Masjidning nomini biz oqibat deb yozdirdik. Barcha qishloq ahliga sizlarni ibrat qildik. Toki ular ulg'ayib nodonlik qilmasin deb, odam bolasi bo'lib hayvonlik qilmasin deb. Bu so'zlarni eshitib o'g'illar dod soldilar. Bahonaga biror so'z topolmasdan qoldilar. Xullas oxiri qarang haqiqat so'zini aytdi. Ota-ona
oqibat mangu hayotga qaytdi. Haqiqatdan do'stlarim, hech qachon ko'z yummanglar. Ota-onaga qo'shib oqibatni ko'mmanglar. Ota-onaga qo'shib oqibatni ko'mmanglar. Hmm.